Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, qadrli teletomoshabinlar. Sizlarni ko'rganimizda nihoyatda baxtiyormiz. Bizni har birimizni yaratgan ekan baxtli, sog'lom, ko'rkam qilsin mudom. Hayotimiz o'tayotgan kunlar bilan emas, uni mazmuni bilan o'lchanadi. Mazmunni esa o'zimiz bunyod qilamiz. Bir-birimizga shodlik ulashamiz, chiroyli diydor uchrashuvlar, kuy-navolar bilan hayotimiz ko'rkamlashadi. Yaqin fursatlaringizni xush qilmoqchimiz. Fursatlaringizga mazmun bag'ishlamoqchimiz. Do'stlar, bugun chiroyli dastur bo'ladigan umiddamiz. Kamera va mikrofonlarimiz poytaxtdagi Chilonzor dahasida qad rostlagan muhtasham, bejirim, ozoda, ko'rkam Nur Saroy koshonasiga o'rnatilgan. Bu koshonadan demak Qashqadaryolik aka-uka hofizlar Umurzoq hamda Oybek Quvvatovlar ijodiga bag'ishlangan xushvaqtni taqdim etamiz. Albatta suv kichkinadan, lekin qo'shiq kuylash kattadan bo'ladi do'stlar. Qashqadaryo viloyati Turkman Milliy madaniyat markazi rahbari, el suygan hofizimiz, millatimizga qadrdon bo'lgan, endi jigar bo'lar, jigar. Umurzoq Quvvatov boshlab beradilar ko'rsatuvimizni. Marhamat. Deryanın kenarında doğullar, bir deryanın kenarında doğullar. Yalnız Tanrı uyup onu sığınarlar. Kursağımda çeksiz arzu bizlenim, Özbekistan bilen Türkmenistanım. Yalnız Tanrı uyup onu sığınarlar. Kursağımda çeksiz arzu bizlenim, Özbekistan bilen Türkmenistanım. Türkmenistanım. Celaleddin milli kahramanı bir, miveleri tatlı bağı bostanım. Özbekistan bilen Türkmenistanım. Türkmenistanım. Yollarınız aydın olsun indimiz, size dilde kovuluklar izlenim. Özbekistan bilen Türkmenistanım. Özbekistanım, Türkmenistanım. Özbekistan bilen Türkmenistanım. Türkmenistanım, Özbekistanım. Türkmenistan bilen Özbekistanım. Özbekistan bilen Türkmenistanım. Aferin Umurzoq, katta rahmat. Juda chiroyli navo. Siz kuylaganingiz kabi
o'zi dilimizdagi gap ham shu. O'zbekiston, Turkmaniston biz uchun bitta diyor, bitta zamin, bitta makon. Boringizga shukr. Endi biz doim o'xshatish qilamiz. Ba'zan O'zbekistonda tug'ilgan boringki tojik millatiga mansub xonanda bo'lsa yoki turkman qirg'iz bo'lsa, shu ikkita millat o'rtasida ko'prik deb. Bobomurod akamni biz shunaqa der edik. Mana siz asl shogird sifatida endi u vazifalarni davom ettirasizlar. Ikkita xalqning do'stligi, birodarligi, chiroyli kunlari uchun xizmatda mas'ulsizlar, kamarbasta bo'linglar. Endi bugun ko'rsatuvimizni qahramoni bo'lganligingiz uchun 2-3 og'iz savollarimiz bor. Murojaat qilishimiz kerak. Biz uchun ham qiziq, tomoshabinlar uchun ham qiziq. Chunki yoshlar sizlarga havas qiladi, sizlarda bo'g'isi keladi. O'zidan o'zi umrzoq topib umrzoq bo'lib qolmagan, qanaqa yo'llarni bosib o'tganda birinchi musiqiy ta'lim qayerdan olingan, qayerdan boshlangan san'at? Birinchi musiqiy ta'limni biz shu maktabga bormasdan Oybek bilan bizga onam ustozlik qilganlar. Undan keyin maktabimizda ustozlarimiz Shavkat aka, Nurxon aka bo'lganlardan ta'lim oldik. Undan keyin Qarshi san'at maktabida, san'at kollejida tahsil oldik. Vokal yo'lida, vokal yo'nalishida Fayzulla aka Islomovdan. Undan keyin qolaversa shu ustozga mehrimiz yoshligimizdan baland, shu Bobomurod Hamdamovga shogird tushib, Abdulaziz Imomovning qo'shiqlarini, Farhod Ibadullayevni tashavvuzlik turkmanistonlik xonanda ustozimizni mana shu insonlarga havas qilib, shu etaklaridan mahkam tutib, mana shu darajaga yetdik. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Demak, yaxshi maqsadlar baribir ro'yobga chiqadi. Asl harakat bo'lsa. Bugun katta san'atkorsiz. Endi bir hazil gap borda, ikkita aka-uka bokschilar bor edi, Klichko, bilasizlarmi? O'sha aytishardiki, nima uchun bu ikkalasi ham boksyor bo'ldi ekan desa, bolaliklarida ota-onasi ikkalasiga bitta o'yinchoq olib kelgan ekanda doim. Tushundingizmi? O'yinchoq talashib sizlarga demak onanglar o'sha chiroyli dostonlarni o'rgatib sabab bo'lganlar. Albatta ota-onalarimiz omon bo'lsin, o'tgan ustozlarimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Demak, hali gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Bu xushvaqt kuy-navolar bilan mushtarak vobasta va endi navbatni Oybek Quvvatovga e'lon qilsak, keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Marhamat, qo'shiq navbati xalqimiz yana bir sevimli san'atkori Oybek Quvvatovga. Marhamat. Marhamat. Gelmesen kalmayman aman. Vestinge bir kanayın ben teşrif eyle haşikaman. Vestinge bir kanayın ben teşrif eyle haşikaman. Bugün yar gelmesen bulmaz, umarım yazmasan bulmaz. Sağıç istedim kanını, bir gelip gitmesen bulmaz. Bugün yar gelmesen bulmaz, umarım yazmasan bulmaz. Sağıç istedim kanını, bir gelip gitmesen bulmaz. Müştak ben seni görmaktan, gül yanağını sormaktan. Müştak ben seni görmaktan, gül yanağını sormaktan. Gölgem gel dedim canginem, ilacım yok bir parmaktan. Bugün yar gelmesen bulmaz, umarım yazmasan bulmaz. Sağıç istedim kanını, bir gelip gitmesen bulmaz. Bugün yar gelmesen bulmaz, umarım yazmasan bulmaz. Sağıç istedim kanını, bir gelip gitmesen bulmaz.
gelmesen bo'lmas Umarım yazmasan bo'lmas Sog'inch istedim qonimni Bir gelip gitmesen bo'lmas Bugün yar gelmesen bo'lmas Umarım yazmasan bo'lmas Sog'inch istedim qonimni Bir gelip gitmesen bo'lmas Bir gelip gitmesen bo'lmas Bir gelip gitmesen bo'lmas Katta rahmat. Chiroyli ijro, yaxshi qo'shiq uchun. O'ylaymanki tomoshabinlar ham maza qildi va buni isbotini mana qarsaklarda hozir biladi. Kayfiyatimiz a'lo, xushvaqtda davom etamiz. Demak, endi sizga san'atga qanday kirib keldingiz degan savol juda o'xshamagan savol bo'ladi. O'z-o'zidan shu boya aytildi, akangiz izidan borib san'atkor bo'lgansiz yoki boshqacha bo'lganmi? Sizni majburlashganmi? Endi Tolib aka shu baribir ilohiy shu yuqtirilmasa qiyin ekanda. Endi san'at ham baribir qiyin soha hisoblanadi. Sohalarning ichida shu avvalo qiziqish bo'lganda yoshlikdan. Uyda akam aytganlardek shu onamda qiziqishni ko'rib, bizga yo'l ko'rsatib, bolam mana bu qo'shiqni aytgin, mana buni o'rgangan, buni o'rgandingmi? Ha, undan keyin mana buni aytgin deb shu onamdan qiziqib, keyinchalik mana ustozlarni qo'shiqlariga juda Xorazm yo'nalishga qiziqqanmiz. Ustozim Bomurat Hamdamovga ayniqsa shu konsertlar berilib qolsa yo radiodan ovozlarni eshitib qolsak ham boshqa ishimiz qolib ketardi. Shu oxirgacha kuzatib, tinglab ustozni bir maroqlanardik. Shu endi qiziqish sabab bo'lsa kerak. Keyinchalik shu o'rta ta'lim maktabida ham kurjoklarga qatnashganmiz, san'at to'garaklarga. San'at to'garaklariga. Menda bo'lgan qiziqishni shu uydagilar, otam, onam, ayniqsa akam, akajonim Umurzoqov ham tug'ishganim o'zimni ham ustozim hisoblanadilar. Shu san'atda yo'l ko'rsatib, uka ovozing bor ekan, o'qishing kerak deya o'zi o'qigan san'at bilim yurtida bizni ham o'qitganlar. Undan keyin shu ustozimizga yaqin bo'lib kelgan hali to'y hashamlarda, bayramlarda ustoz Ziyondan ko'rib tomosha qilib, qo'llarini olib, keyincha shu meni ham ovozimni eshitib ustozim Bomurat Hamdamov shu mehr berganlarda, ovozi Oybekning ovozi menga yaqinroq ekan deya ko'p keyinchalik ustoz bilan birga duetni qo'shiqlar aytganmiz. Hindcha, tojikcha, afg'oncha, Xorazm qo'shiqlarini. Shu bugunlik kunda ham shu eshitgan, hali olgan ta'limlarimizga suyanib, shu yo'lda davom etib kelyapmiz. Juda ham yaxshi. Endi otasi san'atkor bo'lsa, onasi yoki akasi kimdir san'atkor bo'lsa, uni izdan chiqayotganlarga oson bo'ladi degan gap bor. Shu to'g'rimi? Men qo'shilmadim u gapga. Endi to'g'ri, kimdadir hali qiziqishi bo'lsa, endi otasi yonida bo'ladi yoki onasi. Baribir shu Alloh tomonidan berilgan ijod, berilgan hali quyma san'at, o quyma ovoz boshqacha bo'lar ekan deb o'ylayman-da. Salomat bo'ling. Ofarin, ofarin. Davom etamiz do'stlar, yana qo'shiq tinglaymiz. Bugun bir xalqaro miqyosdagi ko'rsatuv bo'ladi-da. O'zbekcha, turkmancha, tojikcha, hindcha, xullas oldinda juda ko'p tillarda qo'shiqlar bor. Hozir farsiy tilda tojikcha bir qo'shiq iltimos qilmoqchiman Umurzoqdan. Go'zal raqqosa singlimiz Xirom aylab beradilar. Marhamat. آمده زیبا با کجا می روی آمده زیبا با کجا می روی دل عزیزم چرا از بر ما می روی دل عزیزم چرا از بر ما می روی جای من آیه با پخلوی من دلبر دل جای من نگاه که شب روز شد شب از کجا می روی نگاه که شب روز شد شب از کجا می روی آمده زیبا با کجا می روی آمده زیبا با کجا می روی دل عزیزم چرا از بر ما می روی دل عزیزم چرا از بر ما می روی
abruyi men Aşık şudam dilrabo Kuca tanha miravi Aşık şudam dilrabo Kuca tanha miravi Amedeyi zeba Bakuca miravi Amedeyi zeba Bakuca miravi Dil azizem çara Az barima miravi Dil azizem çara Az barima miravi Amedeyi zeba Bakuca miravi Amedeyi zeba Bakuca miravi Dil azizem çara Az barima miravi Dil azizem çara Az barima miravi Ham o'zini betakrorligi shunday ediki, go'zal nafasi, ovozi o'ziga xos peli bor edi, yosh bolaga o'xshardilar. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Shu bir o'ziga xosliklari bor edi. Xullas, o'sha ko'rsatuvda Bomurod akam rejaga ko'ra hamma qo'shiqlarimni o'zim kuylayman. Shogirdlarim qo'llab-quvvatlab turadi deganliklari uchun o'zlariga kuylatib, shogirdlariga navbat bera olmaganmiz. Va ijtimoiy tarmoqlarda buning uchun ko'p tanqidlarga uchraganmiz, lekin tomoshabinlar hisobga olish kerakki, o'sha qilgan ishimiz xato emas, mutlaqo xayrli bo'lgan ekan. Mana qarang, bugun fursat o'tdi, vaqt o'tdi, g'animat, odam dam g'animat. Bugun Bomurod aka yo'q, lekin o'sha kuylangan qo'shiqlar, o'sha davra, o'sha chiroyli bir quvvat bilan qoldi. Ammo lekin shogirdlar hamon ustozni yo'lidan mana munosib tarzda chiroyli kuylayaptilar. Mana bugun fursat yetib, o'zlariga alohida ko'rsatuvlar taqdim etyapmiz. Shuning uchun hamma narsa, hamma yaxshiliklar o'rtoqlar sabrdan keyin keladi degan gap mana shunda. Endi yana bir qo'shiq tinglaymiz. Bir chiroyli navo bo'lishi kerak. Oybekjon qanaqa qo'shiq bo'ladi? Endi Tolib aka, mana ayol mavzusi, ona mavzusi ham juda chiroyli bir o'lmas mavzuda. Shunday. Mana davramizda ayollarimiz o'tiribdi, onajonlarimiz. Ayollarga bag'ishlab yangi qo'shig'im shuni taqdim etaman. Juda soz. O'rtoqlar, premyera duo qilib qo'yasiz, ko'pga ma'qul bo'lsin. Marhamat, tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Sen yaman, hurdur begüman, melektir ayol. Kalbi bir umman, rencitsen yaman, hurdur begüman, melektir ayol. Bağışlar tuygu, var yok kaygı, dilde arzu, tilektir ayol, dilde arzu. Tilektir ayol. Kerektir ayol, yo'g'i boringda turar yoningda, har bir oningda keraktir ayol. Qalbi nurga kon, senga bergan jon, 40 jon qalqon, tergaktir ayol, 40 jon qalqon, tergaktir ayol.
ayol nomusor qilma aslo tunlari bedor sergakdir ayol nomusor qilma aslo tunlari bedor sergakdir ayol bezma kulfatdan saqla tuhmatdan bilgil jannatdan darakdir ayol bilgil jannatdan darakdir ayol bilgil jannatdan darakdir ayol Ayolni sev, ostonasin o'p, qasr qurma, ko'ngliga qara, balo kelsa turib beradi. Ayolni sev, o'laman degil, ishq yaratgan Parvardigordan senga umr so'rab beradi. Ayolni sev. Endi yana shu gap. Bobur akam ko'p tilda kuylaganlar. Juda chiroyli qo'shiqlar aytgan. Hatto Raj Kapur Toshkentga kelib, o'zini filmlarida qo'shiqlarini kuylagan Mukesh Angliyada olamdan o'tgan bo'ladi. Bobur akam eshitib qoladi-yu, men Angliyada yo'qotgan Mukeshimni Toshkentda topib oldim degan. Bu juda katta baho. Bu juda katta qiyos. Chunki Mukeshni dunyo tan olgan. Bizni Bobomurod Hamdam ham dunyolarda yagona bir hofiz bo'lib yashab o'tdi, munosib kuyladi, odamlar hamon tinglab turib sog'inadi. Izdoshlar esa uni hamon borligini ifoda qilib ijodda davom etadi. Hindcha qo'shiq tinglaymiz. Bu so'zlarim bilan shunaqa demoqchiman. Umurzoq, marhamat. Qizlarimiz menimcha chiroyli xirom aylab beradi. Bariki, o'rtoqlar, Gulduros qarsiylar bilan. Marhamat. मुबारक दे आए हैं मुबारक दे के जाते हैं मिला है बहुत कुछ सीनम जो हम लेके जाते हैं हम तो जाते अपने गाम अपने राम 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 हम तो जाते अपने गाम अपनी राम 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 अपनी राम 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 सबको राम 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 अपनी राम 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 सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाम अपनी राम 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 सबको राम 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 कभी जो कह न पाए बात वो हो तो बेवफाई वो हो तो बेवफाई कभी जो कह न पाए बात वो हो तो बेवफाई वो हो तो बेवफाई अदालत उसी चुकी है अब तेरेगा सोन सुनवाई तेरेगा सोन सुनवाई हम तो जाते अपने गाम अपने राम 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 सबको राम 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 अपने राम 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 हम तो जाते अपने गाम अपने राम 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 सबको राम 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 हुई हो भूल दो ही तो उसे
तो जाते अपने गम अपने राम 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 सबको राम 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 अपने राम 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 हम तो जाते अपने गम अपने राम 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 सबको राम 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 Aferin. Alkışlarınız olsun. Katta rahmat. Raqqosalarga ham. Rahmat. Demak, bir chimdim sundur deydi-yu, qizlarimiz shuna baxtini topib kelsin, sundurlariga ega bo'lib. Rahmat. Chiroyli kuyladingiz. Endi o'zi O'zbekiston meni nazarimda mahoratlilarni tug'adigan yer bo'lsa kerak-a. Bizni san'atkorlar kabi dunyoni turli tillarida kuylashni, qoyilmaqom kuylashni uddaladigan boshqa millatlar, mamlakatlar yo'q deb o'ylayman. Dunyoni qaysi eng murakkab asarlarini ham, ragalari, mug'omlarini ham o'zbekistonliklar gulini guliga qo'yib tashlaydi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar rejissorimiz yirik planda ko'rsatsa, mana ustozimiz Saparboy aka Oliyev o'tiribdilar. Saparboy aka xush kelibsiz. Omon bo'ling. Bilamiz siz bu aka-ukalarga xayrxos. Bahrom aka ham o'zlari huquqshunos. Mana shu san'atga, nihoyatda milliy san'atga ishnavanda. Omon akamiz mana ko'p bizni ko'rsatuvlarimizda ishtirok etadilar. Umuman hamma mehmonlarimiz, hatto bugun Turkmanistondan ham xonandamiz mehmon tashrif buyurganlar. Ashxobodning eng yulduz san'atkorlaridan biri Gulnoraxon Bayramova. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Ana ko'rdingiz, xushvaqtimiz qanday yaxshi. Har qanday ko'rinishda milliy san'at go'zal. Dunyoni hamma san'atini qoyilmaqom qilishimiz kerak, bilishimiz shart. Qaniki hamma tilda kuyla olsak, qaniki boshqa san'atlarda ham go'zal qilib ijro eta olsak, lekin o'zimizni san'atni kamsitmagan holda, qalbimizdagi milliy ohanglarimizni g'ariblashtirmagan holda ijod qilishimiz kerak. Shuning uchun mana raqqosalarga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Oybekjon, yana qo'shiq so'raymiz. Bizda musiqiy ko'rsatuv, yana bir qo'shiq bo'ladi. Men o'ylaymanki, yana bir jo'shqin navo bo'lish kerak. Raqqosalar raqsga tushsinmi, bu chiroyli ayollar tushsinmi? Tanlaymiz. Idish aylantiramizmi yo? Xohlagan o'ynayveradi, turib ham, o'tirib ham o'ynayveradilar. Demak, hamma raqsga tushsin bo'ladi. Marhamat. Abdulaziz Imom ustozimiz, g'oyibona ustozimiz shu insonni aytgan qo'shiqlardan to'y bugun ajoyib qo'shiqlarni marhamat. Marhamat. Beraman. Raqsga hammani. Marhamat. Şelpedek şavradıp zülfün tarını gel Mestana mestana gel sonam bugün Şelpedek şavradıp zülfün tarını gel Mestana mestana gel sonam bugün Bağında besledip almanarını Gel gel bilecemen bilen gel sonam bugün Bağında besledip almanarını Gel gel bilecemen bilen gel sona bugün Gel bugün gel toy bugün Gel gel bilecemen bilen gel sona bugün Gel bugün gel toy bugün Toy toy bilecemen bilen gel sona bugün Bugün tapası var çeşme boyunun Ruh bir yersin şad oynap oyunun Gel Bugün tapası var çeşme boyunun Ruh bir yersin şad oynap oyunun Gel Şunun
Şonun sağlığına vatan toyunun şirin şerbetini sürsün ha bugün. Şonun sağlığına vatan toyunun şirin şerbetini sürsün ha bugün. Gel bugün gel toy bugün, gel bileceğim bilen gel sona bugün. Gel bugün gel toy bugün, toy bileceğim bilen gel sona bugün. Yıldan yüz tutup sen azatlığa, eziz vatan yaşa büyük şatlığa. Yıldan yüz tutup sen azatlığa, eziz vatan yaşa büyük şatlığa. Hem güzel yadigar hem şayatlığa, gel özünden bir destan gülsün ha bugün. Hem güzel yadigar hem şayatlığa, gel özünden bir destan gülsün ha bugün. Gel bugün gel toy bugün, gel bileceğim bilen gel sona bugün. Gel bugün gel toy bugün, toy bileceğim bilen gel sona bugün. Bileceğim bilen gel sona bugün. Özünem bir destan gül sona bugün. Katta rahmat, raqqosalarimizga ham minnatdormiz. Endi Bomurod hamdam qo'shiqlari bir-biridan zo'rdi. Men Bomurod akam haqida gapirganimda bir qayg'uga tushib eslamayman. Hatto bir zavqli, bir boladek qalbi bor edi-da. Bomurod akam o'zi samimiy, sodda dil, unaqa bir yashirib nimalari bo'lmaganda ochiq. O'shaning uchun ham qo'shiqlari ham jarangdor, yoqimli bo'lgan. Hattoki uni qo'shiqlarini askarchilarimiz juda chiroyli o'xshatishgan. Bomurod akamning hayoti bilan bog'liq hazil mutoyibalar juda ko'p bo'lgan. Ular o'z yo'liga, lekin bitta qo'shig'i bor. O'zimni nonim Amu Surxonim. Shu qo'shiqni Umurzoq juda zo'r kuylaysiz. Iltimos qilamizmi? Tinglaymizmi? Tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Amu Surxonim Nasibe akam
Bazım oyun külgü aş İslam kamusu nur Huruz bekebaş Namıge münasip Şah Sultanım Amusur Surhanım Nesibe kanım Bemine kuzdanım Özümün anım Vatan imanım Şeksiz imkanım Sekuyas zeminge fida bu canım Sekuyas zeminge fida bu canım canım Sekuyas zeminge fida bu canım Allah'ın inamı bizni zeminde Nazı nimet bisyar kıyaş deminde Sehiyemet yaratkenni emrinde Dünyada ürdigey güzel mekanım Amusur Surhanım Nesibe kanım Bemine kuzdanım Özümün anım Vatan imanım Şeksiz imkanım Sekuyas zeminge fida bu canım Sekuyas zeminge fida bu canım canım Sekuyas zeminge fida bu canım Aferin, katta rahmat. Katta rahmat. Davom etamiz do'stlar. Biz yuqorida ta'kidlaganimizdek mehmonimiz bor. Hozir bitta go'zal qo'shiq uchun navbatni Turkmanistondan tashrif buyurgan xonanda mehmonimiz Guldaraxon Bayramovaga bermoqchimiz. Xush kelibsiz. Mehribonlarim, hammangizga Türkmen elinden yalqımlı salam. Indi Türkmenistan ilinden izlep geldim. Ustazımni şoirtler bilen dost bolup sizlere yakın boluşasım geledi. Şoň üçün bitta qo'shiq aytib beraman, eshtinglar. Marhamat, marhamat. Olqishlaringiz do'stlar. Kardoş ilden istep kildim ustazımı Ulardek saklayın dep kolda sazımı Kardoş ilden istep kildim ustazımı Ulardek saklayın dep kolda tarımını Teylesin dep Türkmen kızının avazını Teylesin dep Türkmen kızının avazını Nola kıldım küyledim Qoşığımga dertlerimni qoşup küyledim Nola kıldım küyledim Qoşığımga dertlerimni qoşup küyledim Ustazımın nefeside sihir var mı? Ya ularga yaratganning mehri yor mu? Ustazımın nefeside sihir var mı? Ya ularga yaratganning mehri yor mu? Ya her qo'shiq yuragiga bir azor mu? Ya her qo'shiq yuragiga bir azor mu? Nola kıldım küyledim Qoşığımga dertlerimni qoşup küyledim Nola kıldım küyledim Qoşığımga dertlerimni qoşup küyledim Baba Murad ustoz minge bahar
nazar berdi dilginamga qo'shib degan nazar berdi nola qildim kuyladim qo'shig'imga dardlarimni qo'shib kuyladim nola qildim kuyladim qo'shig'imga dardlarimni qo'shib kuyladim nola qildim kuyladim qo'shig'imga dardlarimni qo'shib kuyladim nola qildim kuyladim qo'shig'imga dardlarimni qo'shib kuyladim. Gulnaraxon rahmat katta. Xush kelibsiz yana bir bor. Endi Maxtumquli makonidan kelgansiz mehmonimiz. Yana muhabbat bu hayot deb nomlangan kinoda, filmda yangragan, yanglishmasam, kabi gohi. Biz o'quvchilik paytimizda shunaqa aytardik. Bilasizmi, men qo'shiq aytardim. Doim hincha aytardim boz ustiga. Doim hincha. Tilimiz hincha qo'shiq bilan chiqqan. Keyin o'zimizni topib oldik deb o'ylayman, lekin baribir qalbimizda hincha ohanglar, motivlar bor. Hozir Oybek Quvatovdan ana shu qo'shiqni iltimos qilmoqchimiz. Marhamat. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही कि कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही कि कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया ही मेरे लिए तुझे जमीन पे बुलाया गया ही मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है ये गेसुओं की गनी चाहों मेरी खातिर ये होती हो ये बाहें मेरी अमानत है ये होती हो ये बाहें मेरी अमानत है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ से राहों में कि जैसे बजती है शहनाइयाँ से राहों में सुहागी रात है घूंघटी उतार रहा हूँ मैं सुहागी रात है घूंघटी उतार रहा हूँ मैं सिमत रही है तू शर्मा कि अपनी बाहों में
सिमत रहे तू शर्मा कि अपनी बाहों में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है Aferin. Aferin. Eng chiroyli Dorilamon kunlar esimga tushdi hozir. Amitabh Bachchan kuylagan bu qo'shiqni. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Muhtaram do'stlar, qadrli teletomoshabinlar, davom etamiz. Yana bir bor yodingizga solamiz bu galgi xushvaqtimizni poytaxtdagi Chilonzor dahasida qad rostlagan muhtasham Nur Saroy restoranidan olib boryapmiz. Bugungi ko'rsatuvni tasvirga olishda ko'rsatayotgan beminnat ko'magi uchun restoran ma'muriyatiga minnatdorchilik bildiramiz va iltimos qilardimki, minnatdorchiligimiz aziz mehmonlarimizni guldiroz olqishlarida namoyon bo'lsa, yanada shukuhli, fayzli bo'ladi. Do'stlar, davom etamiz. Bugungi xushvaqtimizga qahramon sifatida, demak, allaqachon bilasiz, Oynayshaxon qarshisida tomosha qilib, rohatlanib o'tiribsiz degan umiddaman. Aka-uka xonandalar, Quvvatovlar, ya'ni Umurzoq hamda Oybeklarni taklif etganmiz. Ko'p yillik endi qadrdonimiz, bilamiz, hatto oilasini ham, hatto ustoziga bo'lgan vafosi ramzi tariqasida o'g'liga ham Bobomurod deb ism qo'ygan Umurzoq. Endi hali bir she'r bor-ku, Mahmud Toyir, bolam otam o'lgan dema, men o'zingda yashayman, qilgan ishing savob bo'lsa, men bolangda yashayman. Ustozlar qo'shiqlarida, qalbimizda, farzandlarimizda yashaydi-da. Umri uzoq bo'lsin, ustozlarning yo'lini bersin. Kelinglar, bir yo'la biz bir imtihondan o'tkazamiz. Ustozoda Bobomurodni qani ovoziga bir baho berasizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatadiganlar Instagram, Facebook orqali va undan so'ng YouTube'da joylaymiz ko'rsatuvni. Fikringizni bayon etasiz degan umiddamiz. Yoki bo'lmasa oddiy maktub yozasiz. Navoiy 69 MTRK mahalla xushvaqt Tolibjon Isroilovga. Demak, bizda umidli yosh xonanda Bobomurod Yo'ldoshev kuylaydi. Marhamat. Nahotga qizlarni tark etdi iboyu hayosi qandayin dard ekan bu topilmasmi davosi nahotga qizlarni tark etdi iboyu hayosi qandayin dard ekan bu topilmasmi davosi dardi faqat pulni yo nafsiga qulni yo ko'zlari ko'rmi u qizlarning dardi faqat pulni yo nafsiga qulmi yo ko'zlari ko'rmi u qizlarning otasi tengi odamga uyalmasdan ko'z tuzar kimning go'zal oynasin kimningdir baxtin buzar o'tar bir kun holi gadodan qo'rqmaydimi hatto xudodan boshi chiqmaydi davg'adan bu qizlarning so'zlarim kelmasin malol o'zgaring ushbu ondan bir kun ketar bo'lsa axir zurriyot qolar insondan siz bebahra qolib ketmang ona degan gunomdan dardi faqat pulni yo nafsiga qulni yo ko'zlari ko'rmi bu qizlarning
qizlarning dardi faqat pulmi, yo nafsiga qulmi, yo ko'zlari ko'rmi? Bu qizlarning Albatta ortiqcha shubhaga yoki ortiqcha bir bahoga, ortiqcha bir fikrlarga hojat yo'q. Ustalarni farzandlari shunday bo'ladi va o'ylaymanki, o'z yo'lini topib, ota-onasini yuzini yorug' qiladi. Bobomurodjon omon bo'lsin. Endi nafaqat Bobomurod, bularning o'rtasida yana jiyanlari ham bor. Bekzod Haqqiyev ham zo'r xonanda, juda zavqli. Xullas, endi sizlarni hammalaringizni yig'sak bitta ko'rsatuvga sig'maysizlar. Amallab sig'dirdik. Sog' bo'linglar, kelganinglar uchun rahmat, ijod uchun rahmat, chiroyli qo'shiqlar uchun, ustozlarga bo'lgan hurmat, e'tibor, bugungi xotira uchun rahmat. Hamisha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana ko'rishamiz xushvaqtda, ammo bu bilan bo'ldi degani emas. Odatda qarang, dasturxon, chiroyli koshonat, Nur Saroy restoranida ko'rishdik. Nur Saroy, bunda ham hikmat bor. Mana shunaqa dasturxon so'ngida shirinlik beradi. Biz endi shirinlik ham bo'ladi, ammo lekin davra so'ngida shirinlik o'rnida nima bo'lish kerak? Ava, Turkmancha ham ava, to'g'rimi? Turkmanistonda ham shu, O'zbekistonda ham shu, Afrikada ham lazgi. Demak, lazgi bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Qadrli do'stlar, biz bilan birga bo'lib bizni tinglab tomosha qilganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hamma vaqt, hamma zamon, har fursatda baxtli, sog'lom, ko'rkam, munosib yashang. Ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Zamin ko'kni titratar, Xorazmning lazgisi, Komiljon ruhin shod etar ey, Xorazmning lazgisi. Nurlidir O'zbekiston ey, butun dunyodan kelgan mehmon ey, maftundir jumla jahon, Xorazmning lazgisi. San'atimiz gavhari, Xorazmning lazgisi, bir shaklar sarvari, Xorazmning lazgisi. Shundayin sho'xnavo, titraydi yeru samo, qalbga bo'lar shu damcha, Xorazmning lazgisi. Qalbga bo'lar shu damcha, Xorazmning lazgisi. Alaguz boy, qaraguz boy, alaguz gel bera hey, alaguz boy. Ey ixtiyor o'ynatar, tani jonin yayratar, shin yurakdan kuylatar, Xorazmning lazgisi. Shin yurakdan kuylatar ey, Xorazmning lazgisi. Alaguz boy,